kompaniyasining direktori Abdullayeva Komolani taklif qildik. Xush kelibsiz bugungi ko'rsatuvimizga. Assalomu alaykum Business Women ko'rsatuvining kuzatuvchilari. Bugun Business Women ko'rsatuvimizning 9-soni. Bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni Ariflemda direktorlik komandasiga ega bo'lgan Abdullayeva Komolani taklif qildik. Xush kelibsiz bugungi ko'rsatuvimizga. Rahmat, assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Rahmat chaqirganingizga. Bu ko'rsatuvimizni ko'rgan bo'lsangiz, biz bir nechta savollar bilan murojaat qilamiz. O'zingizdan kelib chiqqan holatda biz savollar tuzib keldik. Agar tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Tayyorman. Unda birinchi savolim, Ariflem kompaniyasini sizga yoqadigan jihatlari qaysi? Rahmat savol uchun. Kompaniyani menga yoqadigan jihatlari o'zi juda ham ko'p jihatlari yoqadi. Eng birinchisi hamkorlarini hurmat qilishi. Juda ham qadrlashi, e'tirof etishi, arzimagan bir qilgan mehnatingizga ham sizni hurmat qilishi. Bu yerda o'zi qiladigan ishimiz unaqa qiyin emas. Biz aslida o'zimizni ishlatadigan tabiiy, toza, halol, hech qanaqa ximikati yo'q, gormoni yo'q bo'lgan mahsulotni o'zimizda ishlatib ko'ramiz va o'zimizni tanishlarimizga ham aynan shu mahsulotni qanaqa ishlatishni tavsiya qilamiz. Aynan shu qilgan ishingizga ham kompaniya sizni e'tirof etib, tabriklab, hurmatda olib yurishini men juda ham hurmat qilaman, qadrlayman. Keyingi savolimiz, shuncha payt Ariflem kompaniyasida ishlab afsuslangan paytlaringiz bo'lganmi? Albatta, afsuslangan paytlarim bo'lgan. Lekin shunaqa paytda men nima qilganman? Bor edi deb tashlab ketmaganman. O'zimni to'xtatib, ozgina bir orqaga qarab ko'rganman. Bu degani 2 qadam tashlashdan oldin 1 qadam orqaga yurish degani. 1 qadam orqaga tashlab, shu yerda erishgan hamma yutuqlarim, qancha payt shu yerda bo'lgan bo'lsam, men nimalarga erishdim va kimlarni nimalarga erishtira oldim, ya'ni men sababchi bo'la oldim. Shularni tahlil qilib, yana o'zimda kuch to'plab, keyin yana davom etgan paytlarim ko'p bo'lgan. Lekin afsuslanish ruhida uzoq vaqt qolib ketmaganman. Tez o'zimni taftish qilib, tez o'zimni yig'ib olib, yana dal shu qiladigan ishimni davom ettirib ketganman. Lekin afsuslangan paytim ham bo'lgan. Uzoq vaqt qolib ketmaganman bu kayfiyatda. Rahmat. Keyingi savolimiz, bu kompaniyada ishlab ketish hamma insonlarning qo'lidan kela oladimi? Ishlab keta oladi, qachonki u maqsadi aniq bo'lsa, astoydil xohishi bo'lsa. Nimaga bizda birinchi bo'lib maqsadi bo'lishi kerak deymiz? Chunki siz biron bir ish boshlashingizdan oldin maqsadingiz aniq bo'lsa, atrofingizda yoki yo'llar o'sha ish jarayoningizda qanaqa sizda yo'lingizda e'tirozlar uchrasa ham sizni yo'lingizdan chalg'itmaydi. Va o'sha qo'ygan maqsadingiz sari yetib borasiz. Bizda asosiy siri shundaki, doimiy va davomiylikda. Siz bitta qiladigan ishingizni, o'sha qilishingiz kerak bo'lgan vazifangizni yoki doimiy qilib yurgan ishingizni har doim davomiy qilsangiz, oldingizga qo'ygan maqsadingizga erishasiz. Bundan kelib chiqib men shuni ayta olamanki, siz shu yerda o'zingizni ko'rsangiz, maqsadlaringizni ko'rsangiz va ishonsangiz, avvalo kompaniyaga va siz taklif qilgan insonga ishonsangiz, siz bu yerda bemalol o'zingiz xohlagan darajaga chiqa olasiz. Lekin bizda bitta shunaqa fraza bor, kompaniya hamma uchun, lekin hamma ham kompaniya uchun emas degan narsa bor, fraza bor. Bu bekorga kelib chiqmagan, tajribadan kelib chiqqan bu narsa. Chunki ozgina biron bir atrofdan e'tiroz eshitsa, sira tushkunlikka tushib qolgan insonlar bor-da. Bu yerda sizni yo'lingizdan chalg'itish kerak emas. Shu atrofdagi e'tirozlar sizni maqsadingiz yo'lida xalaqit berish kerak emas. Keyingi savolimiz va oxirgi savolimiz, sizga mashina, pul, sayohat tavsiya qilishsa, tanlagin deyishganda qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Bu savolga keladigan bo'lsak, men sayohatni tanlagan bo'lardim. Chunki kompaniyani sistemasini bilgan inson biladiki, sayohatni sharti qo'yilganda, siz aynan sayohat shartini bajarganingizda, yoningizda siz xohlagan summa ham bo'ladi. O'sha siz xohlagan markadagi avtomobilga pulingiz ham bo'ladi. Ya'ni eng cho'qqini siz agar mo'ljal qilsangiz,
siz o'zingiz bu yoqda xohlagan kichkina xohishlaringiz o'zidan erishgan bo'lasiz to o'sha cho'qqiga chiqqunicha. Bizada shunaqa. Sistemani biladiganlar yaxshi bilishadi. Sayohat shartini bajargan inson bu yoqdagi o'zi xohlagan va xayoliga keltirgan va keltirmagan juda ko'plab orzular amalga oshganini o'zi sezishadi. Va bu narsa menda ham bo'lgan. Chunki bizada Antaliya shartini bajarganimda birinchi marta xo'jayinim bilan birgalikda sayohatga chiqqanmiz. Birinchi marta samolyotga chiqqanman. Birinchi sayohatimiz bo'lgan. Albatta bu juda ham yoqimli xotira bo'lib qoldi men uchun. Keyin kompaniyani yaxshi ko'rgan tomonim shundaki, sizga nima beradi? Sizga yoqimli xotiralar beradi. Masalan, siz shu yerda ishlash jarayoningizda yoki boshqa bir insonlarga shu imkoniyatlarga erishish uchun yordam berish jarayoningizda yana ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin orqaga qarab eslashingiz kerak bo'lgan paytda xursand bo'lib, mazza qilib eslaydigan xotiralar beradi. Ana shu tomonni yaxshi ko'raman, shuning uchun men sayohatni tanlagan bo'lardim. Javoblaringiz uchun kattakon rahmat. Endi bizani shunaqa ko'rsatmamizning an'anasi bor, ya'ni ha yo'q o'yinimiz bor. Agar tayyor bo'lsangiz, shu o'yinni boshlaymiz. Tayyor. Kun tartibiga rioya qilasizmi? Rioya qilaman. Baxtli ayolmisiz? Alhamdulillah. Bir xillikdan charchagan paytingiz bo'lganmi? Bir xillikdan menda bir xillik bo'lmagan. Farzandlaringizga hamma narsaga ruxsat berasizmi? Ularga so'rayotgan narsasiga qarab. Uxlashni yomon ko'rar ekansiz. Uxlashi doim oldin me'yorda ushlamasdim, endi sog'lig'imga kerak bo'lganini anglab yetganimdan keyin me'yorda ushlayapman. Tez jahlingiz chiqar ekan. Tez jahlim chiqmaydi. Chunki jahlimni jilovlashni bilaman. Biror bir ish boshlaganda yaqinlaringizni fikrini inobatga olasizmi? Eshitib ko'raman, xulosa qilib, to'g'risini bajaraman. Urush qoqmasmisiz? Urush qoqlik menda ancha yiroq. Piyoda yurishni yoqtirasizmi? Piyoda yurish meni sevimli mashg'ulotim. Sog'liq uchun ham foydali. Telefonda juda ko'p gaplashar ekansiz. To'g'ri maqsadda foydalanaman. O'zimni soati bor, o'shandagina foydalanaman. Rahmat kattakon, siz yutdingiz. Rahmat kattakon, ko'rsatuvimizga vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun. Ko'rsatuvimiz to'g'risida o'z fikr mulohazalaringiz bo'lsa, bemalol kuzatuvchilarga aytsangiz bo'ladi. Avvalo rahmat chaqirganingizga, xursand bo'ldim. Ko'rsatuvga fikrim, ko'rsatuvni yaxshi boshlagansizlar, albatta manfaatli bo'ladi inshaalloh, chunki ko'p insonlar har xil masalan savolga javob ola olmay yurgan bo'lishi mumkin. Aynan shu ko'rsatuvni ko'rishganda javob olishadi degan umiddaman. Albatta har bir sonini ko'rib chiqishsa. Rahmat, ishingizga rivoj. Yana chiroyli, yana shunaqa efirlarda ko'rish nasib qilsin. Xudo xolisa, rahmat sizlarga bizani kuzatayotganingiz uchun. O'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiringlar. Biz albatta ularni inobatga olamiz. Xayr, salomat bo'ling. Xayr.